Men seni yomon ko'raman. Seni rostdan yomon ko'raman. Sen meni qanchalik yomon ko'rsang, men seni 100 yo'q 1000 marotaba ortiqroq yomon ko'raman. Dunyoda sendan ko'proq yomon ko'radigan odamim yo'q. Miledi, o'zingizni yaxshi his etyapsizmi? Ha, hammasi joyida. Voy, qanday yaxshi. Oxirgi 4 kun ichida xuddi igna ustida yurgandek bo'ldim-a. Gersak va yosh janoblar ham sizdan juda xavotir olishdi. Rostdan-a? Albatta, janob Derek eshik oldigacha sizni ko'tarib olib kelganlarida shunday oqarib ketgan edilar-ki. Akam? Ha, janob oliylar o'sha zahotiyoq shahardagi eng yaxshi doktorlarni chaqirtirdilar. Bosh xizmatkor Fennel bo'lsa janob Derekni. Uzr, bu yerda noto'g'ri yozilib ketibdi. Derek emas, Reynold bo'lishi kerak edi. O'zi to'g'ri tushunasizlar. Imperator saroyiga bostirib kirishdan zo'rg'a tutib turdi. Kutilmagan holat, aniq oshirib yuborishyapti. Umuman ishonmayman, ular shu tarzda o'zligisini tutishganiga. Qiziq, aslida nima bo'ldi ekan-a? Men birinchi marta sizni bu holatda ko'rishim, miledi. Men siz bilan nimadir sodir bo'ladimi deb qo'rqib ketdim. Men azob chekishim kerak edi. Yo'q, unday demang. Siz bilan mening o'rtamizda ba'zi xatoliklar o'tganiga qaramay, siz bilan men ancha yil davomida birga bo'ldim, miledi. Bu qiz yaqindagina igna sanchib yurgandi-ku menga. Oh, nima qilyapman? Hozirroq Gersakka aytish kerak-ku. Mayli. Qaytayotganingda menga quvonch sharbatidan olib kel. Ana endi o'zimni yaxshi his qilyapman. Nimaga meni qattiq bentlab tashlashgan? Xuddi bo'ynimni sindirib olgandek his qilyapman o'zimni. Ha, mayli. Qaysidir vaqtgacha o'zimni kasalga solib yotaman. Miledi, bu Fennel. Bosh xizmatchi. Men unga aytmaganmidim o'zining o'rniga boshqasini jo'natishini. Emily nimaga kelganini bilchi? Hop. Miledi, uning aytishi bo'yicha sizni janob oliylar chaqiryapti. Dadam? Gertsog buyruq berganda bosh xizmatchi biri boshqalarga qo'yib bera olmasa kerak. Nima to'g'risida gaplashishni istar ekan bu safar? Yana saroyda to'polon chiqazdim. Undan tashqari u oldiga endi o'ziga kelgan odamni chaqiryapti. Bu boqib olingan qizning hayoti, a? Ketdik, miledi. Sen oldimga tushib yurmasmiding? Qanday qilib oddiy xizmatkor o'zbekasining oldida yurishi mumkin? Nima? Nima bu muomala? Xuddi iltimos, oldinda yuring. Men shu hollarni kutgan edim. Sizga qanday xizmat kerak bo'lsa, men undan-da a'lo bajaraman. Bosh xizmatchining g'ururi 9-bobda ostin-ustun qilingan. Xayrli tong, miledi. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Nimaga hamma o'zini bu tarzda tutyapti? Milord, Lady Penelope tashrif buyurdilar. Kiraver. Marhamat, miledi. Nahotki men bo'lmagan paytimda bosh xizmatchi etiket bo'yicha lagerda tayyorlandi. Keldingmi? Chaqirganmidingiz? O'tir. Men seni chaqirganimning sababi. To'xtang dada, iltimos men birinchi aytishimga qo'yib bering. Men kechirim so'rayman. Yaxshisi vaqtida o'zimni himoya qilishim kerak. Sinov vaqtida bo'lsam-da, imperator saroyida oilamizni sharmandali holatga tushirib qo'ydim. To'xta. Men o'z xatolarimni tushunaman. To'xta, de. Men istalgan jazoga tayyorman. Bas qil.
Penelope Exhart. Ha, dada. Oh, endi bu yerdan bermaydimi? Tur o'rningdan. Nima? Exhartlar hech qachon hech kimning oldida tiz cho'kmaydi. O'z g'ururingni yerga urma, Penelope. Sen Exhartlar familiyasida ekansan, seni hech kim tiz cho'kishga majbur qila olmaydi, hattoki o'sha odam imperator oilasidan bo'lsa ham. Tushungan bo'lsang, hoziroq tur. Hop. U har doim shunday emotsiyaga beriladigan odam bo'lganmi? Men nimadir noto'g'ri qilib qo'ydimmi? Penelope. Men seni oldimga chaqirganimning boisi senga tanbeh berish emas. Nima? Salom hammaga. Mana bu qismni ham oxiri chiqarib oldim. Anchadan beri shu qismni ovozlashtirish niyatida yurgandim va nihoyat vaqt bo'ldi, Xudoga shukr. Bu qismda to'g'risi ovoz berishga unchalik qiynalmadim. Erkak personajlar bu qismda kamroq ko'ringani uchun. Agar bu qism sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman va kechikkani uchun ham uzr so'rab qolaman. Agar qism sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar va obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammanglarni yaxshi ko'raman.